aytib ketaylik, Husanov markaz 10, Abdulla Abdullayev markazning eng qoq o'rtasida. Gol. Yaxshi topildi, ammo yana Yerda bo'lsa ham sal shu joyda olamiz. Bolalarni ham bor. Ravshan Nurmatov mutasaddilar ham bor. Shuni aytmoqchi edim o'zi. mavzuni sport vaziri Hamid Ramov, O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi doim yordamga tayyor ekanligini bildirishyapti. Xullas, kattagina gol borda Makika. Endi markazdan bu oilaviy dard. Tayanch yarim himoyasi. Yana ishchi pozitsiyasi bo'ladi futbolchi. Bu kunlarni, shu kunlarga yetguncha mehnat qildi. Shuni amalga oshirmoqda ham ancha davomiy pozitsion uzatmalar markazga ko'chyapti. Muhimi hozir Darvozabon